Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men sizlarga mana bunday bir go'zal gulni ko'rsatmoqchiman. Bu gulimiz krokus, bilasizlar, o'zingizlar ham piyozidan ko'karadigan gul. Bu hozir mana fioletoviy sveti. Biz bularni noyabr oyida ekkandik. Hozir mana fevral oyida ochildi. Biz gradusni past ushlab turgandik. Shuning uchun gradus ko'tarishimizga sirazi ochilib ketdi. Bu gullarimiz aslida agar hovliga ekadigan bo'lsangiz, kuzda ekib qo'ysangiz, bahorda o'zi qor ketishiga sirazi chiqib ochiladi. Xuddi boychechakka o'xshaydi. Mana bizda yana sariq svetlari ham bor. Aralash qilib ekib qo'yadigan bo'lsangiz, smes qilib bu ham juda chiroyli turadi. Mana sariq svetlari. Mana bunday sveti ham bor. U yoqda yana sariqlari bor. Hozir yana sizlarga qolganlarini ham ko'rsataman. Oq sveti ham bor. Mana shu joyga biz ekib qo'ygandik. Bularda gradusni past ushlab turgandik. Biz bu joyda tulpanlarni ushlab turamiz. Tulpanlarimiz gradusini ko'tardik biz. Shuning uchun hozir 14-fevralga ozgina tulpan chiqarishimiz kerak edi. Shuning uchun gradusni ko'paytirdik. Mana bu oqlari. Chiroylik. Bunisi mana bunday sveti. Oq, fioletoviy polosasi bor. Mana hozir tulpanlarimiz ham ancha o'sib qoldi. Gradusni atayin past ushlab turdik biz. Bo'lmasa ochilib ketib qolishi mumkin. 8-mart ketmay qoladi. Bu joyda polniy tulpan edi. Mana bu joydagi gullarimizni tushirdik. Sovuqroq xonaga olib chiqdik. Ular juda ham o'sib ketgan edi. Bo'y o'smay qolgan. Bundan ham issiqroq joyga olib chiqamiz. Mana yana gullarimiz. Hozir ko'rsataman. Sizlarga hammasini ko'rsatay dedim. Bu joyda yana sariqlari bor. Bu gulimiz nomi krokus. Piyozi sotiladi. Bilsanglar kerak, bilasizlar. Mana sizlarga buni piyozini ko'rsatadigan bo'lsam, mana piyozi. Buni kuzda ekkanmiz, asosan kuzda ekiladi. Yerga ekkan bo'yi keyin kovlamasangiz ham bo'laveradi. Mana 2-3 yilda bir kovlab tashqariga chiqarib qo'yasiz. Nimagaki? Lukuchni gullar hammasi 1-2 sm chuqurlikka kirib ketib qoladi shuning uchun. Bahorda juda ham yaxshi turadi uylarda. Eng birinchi gullaydigan lukuchni gullardan, piyozli gullardan desa ham bo'ladi shularda. Mana tulpanlarimiz ham juda ham yaxshi o'syapti. Hozir kichkinagina video qildim sizlar uchun. Hatto ko'rsatgani 14-fevralga chiqaramiz. Yana 8-martda ham sreska qilamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Tulpanlarimiz mana shunday katta teplitsada. Bu teplitsa juda ham katta. Bu joyda hozir 160 ming tulpan urug'lari bor. Hurmatli obunachilar, mana shularni ko'rsatmoqchi edim sizlarga. Yana savollaringlar o'qidim, kommentariyalarni ham o'qiyapman. Xudo xohlasa hammanglar so'ragan gullarni sekinlik bilan olib chiqishga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.